bu ishni boshlaganimizda hurmatli prezidentimiz bizni aziz mehmonimiz Serdar Gurbangulyevich bilan asosni Ashxobodda qo'ygan edik. Mana natija bo'layapti. Bugun mana shu buyuk ishni amalga oshirganlarimiz bilan tabriklab, iloyim mana shu ishlarimiz qutlug' bo'lsin. Tabriklayman. Mana shu ishlarimiz bardavom bo'lishiga niyat qilaman. Katta rahmat sizlarga. Türkmen-özbek serhetýaka söwda merkezinin açılıp ulanmagy verilmegine ak bata berýäs. Kutlu bolsun.